Yine de bizimkilerden de. Toqqa yaqin turamiz. Bak. Mana bu yerda mozorlik bor. Qabriston kichkina. Dumning orasida. Ya'ni bularda shunday narsa bor. Shu hovlining oldiga ham ko'milib ketaveradi ekan odam. Endi eskidan bo'lgandir-da bu. Hozir yo'q, lekin mana shu qabristonning orasidan ham dumlar bor. Mana uyning oldiga ko'milgan nimalarni ham ko'rganman-da, hayron qolganman birinchi kelgan paytlarim. Ya'ni bizda ayri joyda bo'lak qiladi-ku qabristonga. Mana Gördünmü? u kun shu mahalla boshlig'i nima qildi? Tozalatib, daraxtlarni kestirib, archalarni kestirib ochdi. Mana qabriston. Endi bu eski emas, yangi. Bir 5 yillar bo'lgan ya'ni. Mana toshlar qo'yilganiga. Ya'ni eski emas. Bir ajoyib nimalari bor, udumlari. Ay. Bizim ben buraya oturuyor. Bak. Hem bak diye herhalde oradan bize bakar. Bular pishakni, itni rosa yaxshi ko'radi. Rosa yaxshi ko'radi. Odamni yaxshi ko'rmasa ko'rmaydi, lekin it pishakni yaxshi ko'radi. Aşkım, yani işim. Bakın 3 tane kedi. 4 tane kediymiş. 5 tane kedi. Daha fazla var ha. Oradan hep yol dönüyor. 5 tane kedisi var. Kızım. Bir kusurumuz mu oldu yoksa? To'g'risini aytsam, pishaklarni umuman yoqtirmayman. Pishakni ham uyda bo'lgan pishakni, uyda bo'lgan itni umuman xohlamayman. Hozir bahona qilib aytmasam, kamera bor hamma joyda.